hurmatli ota-onalar, qadrli ustozlar va ommaviy axborot vositalari vakillari. Toshkent viloyatidagi maktabgacha ta'lim muassasasida sodir bo'lgan holat munosabati bilan so'nggi ma'lumotlarni e'tiboringizga taqdim etamiz. Joriy yilning 29 sentyabr 12:00 holatiga Toshkent viloyatida shifoxonalarda davolanayotgan bolalar soni 38 nafarni tashkil etmoqda. Ularning ahvoli barqaror, kasallik yengil shaklda kechmoqda, og'ir yoki asoratli holatlar qayd etilmagan. Barcha tarbiyalanuvchilar shifokorlarning doimiy nazoratida. Ularga zarur tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Davolash jarayoni respublika darajasidagi yetakchi mutaxassislar ishtirokida tashkil etilgan. O'z navbatida ota-onalarga bolalar salomatligi to'g'risida muntazam ravishda axborot berib borilyapti. Yaqin kunlarda qolgan bolalar ham sog'lom holatda uylariga javob berilishi kutilmoqda. Eng muhim jihat, vaziyat to'liq barqaror. Sog'ayish jarayoni ijobiy dinamika bilan davom etyapti. Davlat organlari va tibbiyot muassasalari ushbu holatni doimiy nazorat ostida ushlab turishibdi.